2-dekabr 2025-yil skuter narxlari yana tushdi akalar. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan 3 g'ildirali modellarimiz 6 xil ko'rinishdagini sizlarga taqdim qo'yganmiz va narxlarini ham juda arzon, nerealni ko'rinishga olib kelib qo'yganmiz akalar. Xo'p, bir chekkadan boshlaymiz. Tesla 3-pozitsiyasi 3 g'ildirali bo'ladi. Yosh katta otaxonlarimiz uchun juda ham mos keladi. Bundan tashqari tormoz tizimi oldi ham, orqa ham jidkuy tormozda juda ham moshni ushlaydigan apparatura jihozlangan. Xo'p, bu bilan bitta zaryadkasi bilan bemalol 60-70 km yura olasizlar. Buni naqd 3 oy motor miyasiga kafolat beramiz. Buni narxini sizlar uchun nerealniy skidkaga tushirib turib $650 qilib yubordik. Bemalol Qumbozordagi do'konimizdan olib ketsanglar bo'ladi. Xo'p, keyingisiga keladigan bo'lsak, Sport Pro modelimiz. Bu yosh katta otaxonlarimiz to'g'ri hozirgi kunda juda ham savdosi gir bo'lyapti. Shoshilib qolinglar sizlar ham, lekin pulinglarga umuman achinmaysizlar. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, buni afzalligini juda ham maza qilib olasizlar. Xo'p, buni maksimal tezligi soatiga 35 km, xohlasanglar 25 km dan qilib beramiz. Maksimal tezligi bitta to'liq zaryadka bilan bemalol 40 km dan, hozirgi sovuqlik kunida 40 km dan 60 km gacha harakatlansanglar bo'ladi. Bunga ham motor miyasini zavodskoy defekt chiqmasligiga 3 oy, akkumulyatorga 1 oy kafolat beramiz. Buni narxini bemalol $600 dan Qumbozordagi do'konimizdan xarid qilib ketsanglar bo'ladi akalar. Xo'p, keyingisi bu modelimiz chegasi yopilmasdi. Yaqindan beri polnisti sizlar uchun alohida yopadigan qilib tentlari bilan olib kelib qo'yganmiz. Xo'p, buni maksimal tezligi soatiga 35-40 km, bitta to'liq zaryadka bilan bemalol 50 km ga yurib bera oladi. Buni orqa oldi sidinalarida bemalol bolalar, nevaralarni, asosan yosh katta otaxonlarimiz uchun moslashganlari uchun DTC sidinalarigacha jihozlangan. Shuning uchun udobniligi haddan ziyod katta buni. Buni maksimal tezligi aytib o'tildi. Kilometrlari bemalol 50 km gacha chiqadi. Bularning oldi ham orqasi ham baraban tormoz tizimida bo'ladi. Oldi tomi zavodskoy yopinchi, ya'ni oyna va plastmassalardan iborat. Yonboshlarini polnistiy shunday qilib tentlarda yopib, chiroyli qilib, issiqni kunida ham issiq qilib ham ketsanglar bo'ladi. Buni narxini 8 ga 20 amperli akkumulyator zaryadchilari bilan polnistiy full holatda $700 ga polni chiqarib beramiz akalar. Xo'p, bu yoqda xuddi shuni biroz kattarog'i Herocycle modelimiz. Maksimal tezligi soatiga 35-40 km. Bitta to'liq zaryadka bilan bemalol 40 km gacha yurib bera oladi. Hozir yopinchalarini yopishyapti, narginga o'xshab chiroyli bo'lib yopiladi. Qishning kunida umuman sovuq, boshqa narsalar umuman urmaydi. Xo'p, undan tashqari bunda 5 ta akkumulyatorli bo'ladi. 3 oy motor miyani zavodskoy defekt chiqmasligiga kafolat beriladi. Bunda yuk ko'tarish hajmi bemalol 250-300 kg tashkil qiladi. Yopinchiqlari bilan birgalikda polnistiy $850 ga xarid qilib ketsanglar bo'ladi akalar. Bu o'tish esimdan chiqdi. Faqatgina 60 ga 20 amperli akkumulyatorlar bilan shu narxga xarid qilib ketasizlar akalar. Faqat akkumulyatorlarni ham aytib ketayotganimiz sababi faqatgina shu narxda shu akkumulyatorlar bilan bo'ladi. Bu o'zgarishsiz holatda sizlar YouTube obunachilarimiz uchun eng oxirgi skidka narxlarga tushirib o'rganmiz. Xo'p, bu elektrik modelimiz. Instagramda ko'rgan bo'lsanglar, juda ham neobычный Tesla bilan buni 50 ga chiqadi o'zi, eng tez modelimiz. Buni 25 ga chiqadigan videolarni ham joylaganmiz. Xo'p, buni maksimal tezligi soatiga aslida 50 km, 25 ga ham tushirsak bo'ladi. Bitta to'liq zaryad bilan bemalol 40 km dan 60 km gacha yuradigan qilib joylasak bo'ladi. Orqalari alohida ochiladi. Bunisiga bitta 5 ga yetish kerak lekin. Bunga ham 3 oy motor miyasini zavodskoy defekt chiqmasligiga kafolat beriladi. Naqd 300 kg, 400 ga 10 razmerdagi diskalar, balonlar bilan jihozlangan. Bu eng shirokisi. Qaranglar, даже qo'limni sig'ishi juda ham qiyin, lekin yuk bo'lib ham mostli bo'ladi, o'ta mustahkam ishlangan. Xo'p, buni narxini 60 ga 20 amperli akkumulyatorlar bilan bemalol $700 dan xarid qilib ketsanglar bo'ladi. Aytgancha, buni oldi tormozlari diskviy tormoz tizimida bo'ladi. Shuni esdan chiqarmanglar. Ancha-muncha narsalari o'zgartirilgan buni. Buni narxda ancha-muncha joydan topa olmaysizlar. Xo'p, elektrik modelimiz biroz kichkinarog'i, lekin juda ham udobniy ishlangan. Bunga ham 3 oy motor miyani zavodskoy defekt chiqmasligiga kafolat beramiz. Buni maksimal tezligi soatiga 25-30 km, bitta to'liq zaryadka bilan bemalol 40-50 km gacha yurib bera oladi. Hop, bunga ham 3 oygacha kafolat beriladi va narxini bemalol 60 ga 20 bilan
500 dollardan xarid qilib ketsangiz bo'ladi akalar. Undan tashqari bu do'konimizdan sizlar zapchastlar, ya'ni 3 g'ildirakmi, 2 g'ildirakmi barchasiga zapchastlarni ham topishingiz mumkin. Hattoki 2 tonnali murovelarga katta reduktorlardan ham 5 tishli katta reduktorlardan ham topishingiz mumkin akalar. Bu yirik tishli bo'ladi. Xo'p, undan tashqari zaryadchi deysizlarmi, balon deysizlarmi? Xo'p, bu yoqda plastmassa qismlarigacha joylangan. Undan tashqari 5 kW to'sh chiqaradigan muraveyni hozirgi kunda ko'pchilikka qiziq bo'layotgan generatorlargacha olib kelib qo'yganmiz. Xo'p, buni narxini bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib turib, bo'pti, aytib qo'yamiz, 3 million so'mdan bemalol xarid qilib ketsanglar bo'ladi. Xo'p, buni rasxoti atiga 3,5 ta bo'ladi. Xo'p, bu yoqda polnisti, undan tashqari bu yoqda hozirgi kunda kuryerlarimizga juda mos keladigan Monster modelimiz. Buni ikkitali akkumulyator bilan qilib oladigan bo'lsanglar, bemalol 150-170 kilometrgacha harakatlансanglar bo'ladi. Hozirgi kunda umuman prava so'ramaydigan modellardan biri hisoblanadi. Xo'p, bu yoqda miyalari, balonlari, undan tashqari vilka qismlari deysizlarmi? Bu yoqda motorlari, undan tashqari stupitsa kolodkalarigacha polnisti topishingiz mumkin akalar. 2 g'ildiraklikni polnisti diska motorlari, amortizatorlari. Xullas hamma yurishiga ta'sir qiladigan 80% zapchasini polnisti topib ketsanglar bo'ladi. Ma'lumot uchun doimgidek pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Sog' salomat bo'linglar.